Sizlarga bitta narsani ko'rsataymi. Ana, o qaranglar, ona qushdi. Yomon ajoyib sayraydigan, menga noma'lum bo'lgan qush. Germaniyadamiz. Bruxsalda. Ana, kelyapti yaqinimizga. Haligi yapon xo'rozlariga o'xshaydi. Tojisi bor ekan, qizil. Ajoyib sayraydigan. Qaq deydi. Yomon baland sayraydi ekan bu. Qanaqa qushligini bilmadim lekin. Ana. Men kameramni megapikseli ashagacha olib kelalyapti xolosda. Sizlarga yana ham yaqinroq ko'rsatay desam. Ko'ryapsizlarmi? Rangi yashil. Tumshug'i uzunchoq. Qizilishton desam, Qizilishtonda oyog'idagi paypoqlari qizil bo'lishi kerak. Bizning uyimizda Qizilishton bor. Ana shu haligi ancha-muncha daraxtlar tirillatadi. Uni bilaman men uni. Bu Qizilishton emas bu. Keyin Qizilishton unaqa sayramaydi. Bu yomon baland sayraydi ekan. Pap deb borar ekan o'zi ham. Tojisi bor qizil. Yomon chiroyli qush ekan o'zi ham. Ajoyib bo'lganda, men birinchi marta ko'rishim o'sha menga sal qiziq tuyulyapti. Ana, bilganlar aytarsizlar endi bu qanaqa qushligini. Yuklab bo'pti yukimizni. Omon bo'linglar.